Bu videoni tayyorlashga ko'p mehnat ketdi. Girdim uyda maza qildim. Hammaga salom bilan masala bilan Firozjon. Xo'sh, qaranglar. Mana bizning qishloqqa kelib bo'ldik. Qishlog'imizda qor ham yog'ibdi. Endi mag'za qilib qishloq bilan qor biron o'ynaymiz. Ya'ni qishloqlar bilan qor biron o'ynaymiz. Lekin uyimga nima bo'ldi? Unaqa bo'lish kerak emas-ku. Voy, nima bo'ldi uyimga? Men bu borgan sari muzlab ketyapti-ku men buni. Voy, men boshqa qishloqlar uyi normal, nimaga aylanmaniki bunaqa muz bo'lib qoldi? Boshqa qishloqlar mana bu qishloqniki normal, men bu ham normal, lekin meniki nimaga aynan muzlanib qolgan? Qani? Ay, yomon muzlaydi. Qishloqqa nima bo'lgan bilasanmi? Tabriklayman, qara. Hamdan 160 bo'ldi. Ham qishlog'imizda qor yog'di. Bilaman, lekin nimaga bu yomon bunaqa bo'lib qolgan? Xursand emasmisan? Nimaga men xursand bo'lishim kerak? Chinmisan? Nimasi men xursand bo'lishim kerak? Nimali? Bu nima bilan xursand qildiradi bu odamni? Bu nabrisiga odamni xafa qildiradi-ku. Ertalab tushdi. Qor yog'ibdi bu ko'chada. Endi maza qilib Firozjon bilan o'ynayman. Firozjon. Qor bilan o'ynayman Firozjon bilan. Qani Firozjon chiq. Firozjon yordam seni uyga ketuvdi-ku. Qilish kerak. Bo'ldi, narsa keldi xayolimga. Hozir buni olamiz-da. Kakras ko'cha sovuq. Mana kakras muzga olamiz. Ana endi muzlashini kutamiz. Firozjon kelsa. Bilmayman. Nega bilmaysan? Shu yerda turding-ku, men ertam seni uyda edim-ku axir. Men bilmayman dedim-ku. Ammo ertam seni uyda edim, biluvdingmi? Lekin sen shu yerda bo'lding-ku, to'g'rimi? Ha, men shu yerda bo'ldim. Bilmayman, korоче ketdim. Voy, buni nima qilsa bo'larkin-a? Bitta yo'lini topdim. To'xtanglarchi, buni sindirib bo'larmikin? Sindirib bo'lmayapti, qo'lim muzlab qoldi. Hozir men zo'r yo'lini topdim hozir. Mana shu yo'l bilan qilib bo'lar agar. Mana shu yo'l bilan qilish kerak. Va ana sindi. Endi buni sindirish kerak. Ana sindi. Mana nihoyat sindi. Lekin hozir kirish menimcha xavfli. Xavfli, rostdan xavfli. Lekin kirishim kerak. Ehtiyot qilamiz. Yomon yiqildim. Baribir turishim kerak. Turdim nihoyat. Buni sindirish kerak-ku, agar eshigim ham ichlari ham muzlab qolibdi-ku. Qani buni sindir. Sinmayapti. Buni otib ko'ramiz. Bo'lmayapti-ku. Mana. O'qiyam tugadi. Nima qilsak bo'ladi? Men zo'r yo'lni topdim. Hozir men pechka olib kelaman, skladga borib kelay. Ana olib keldim-da. Endi olib keldim ana. Zo'rg'a topdim, bor-ku, o'zatiga bitta qolgan ekan. Xo'sh, buni qo'yamiz va buni qo'yamiz. Endi yoqamiz. Ana ishlashni boshladi. Eshikka to'g'ri yo'naltirildi. Endi kutish qoldi. Chiqib ketish kerak. Ana chiqdik. Bunisi yana yiqilardim. Endi mana shu yerda kutib o'tiraman-da, nima qilaman? Kutib. So'qilib ketdim. Shunaqa ham sovuq bo'ladimi? Sovuq ketdim. Qarayapmanmi? Sinadigan bo'pti-ku. Ana, voy, suv toshib ketdi. Suv ham muzda ekan.
bekor ertalab suv quydim. Endi frostchoyga uydan o'tdi. Yo'q, o'ziga yetmasligim kerak. Bo'lmasa mendan xafa bo'lib qoladi. Men bilan urushib qoladi. Mayli, biror yo'lini topaman. Ana mana shu suvlarni ham yo'qota oldim bor-ku. Ana endi eshigimni ochaman. Men ochilmayapti eshik. Nima eshigim muzlab qolganmi? Yo'q, muzlab qolibdi. To'xtang, mana buni ham o'chirib qo'y. Voy, muzlab qolibdi-ku. Ochil. Ochildi, bo'lmasang ochil. Ochilmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Shukr-da, maza qilib o'tiribman-da. Qish mazzada kechasi sovuq bo'lishi yomon-da. Maza qilib o'tiribman. To'xta, frostchoyga nima bo'ldi ekan-a? Qani? Yo'q, frostchoy muzlab qolibdi. Frostchoy! Bo'ldi. Mana jitil uydamanmi? Mana jitil tashqariga chiqaychi. Voy, men uyim muzlaganmidi? Jitil. Frostchoy turdingmi mana nihoyat? Ha, men turdim. Uyimni ham muzini eritib qo'ydingmi? To'xta, men senga to'g'risini aytsam, men senga prank qilaman deb shunaqa qildim, lekin prankga o'xshamadi. O'zim frostchoy xafa bo'lmaysan endi. Yo'q, men xafa bo'lmadim, lekin qara, uyimni eritdingmi qani? Hamma joy eribdi. Eshik. Ochil. Muzlab qoluvdi-ku eshik. Men bularni hammasi ishlab turibdi. Ne ishda qo'ydi bularni? To'xta, sen menga prank qildim dedingmi? Ha, men senga prank qildim. Lekin ular qilmoqchi emasdim. Ular bo'ladi deb o'ylamagandim. Просто muzlatib qo'ymoqchi edim. Senga yoqadi prankim. 160 ta bo'ldi, shunga qilmoqchi edim. Nima, sen menga prank qilmoqchi bo'lib shunaqa qildingmi? Bu sut sanikimi? Ha, ichib ol issiqqina. Bo'ldi. Mazali ekan. Bo'pti, kechirdim seni. Mayli. Rahmat lekin. Mana ko'rdinglarmi jitilni? Xo'sh, bo'lmasa hammaga xayr emas, ko'rishguncha deb qolamiz. Videoni ko'rdinglar. Videoga like va obuna esdan chiqmasin. Ko'rdinglar, uyim muzlab qoldi. Ko'chada muzlab qoldim o'zim ham. Lekin jitil meni qutqarib qoldi. Jitil o'zi prank qilmoqchi bo'ldi, lekin u prankka o'xshamadi. Bo'lmasa xayr emas, ko'rishguncha deb qolamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha.